Tuniginki güliston bugun bo'ldi tikanzor. Katta qurib bir gulzor, katta tozib ro'zg'or. Katta tozib chechaklar bo'ldi sarson xorzor. Yetim qizning ko'zidek hasratli ko'z kimdi bu? Bir oila, bir dunyo. Ota quyosh, ona oy, farzandlar sayyora davr qilar to'xtamay. O'rbetisi vafodur, vafo kassa olg'uvoy. Bir oila, bir dunyo, bir muqaddas saltanat. Mehr bilan bu dunyo topar iqbol kamolat. Mehr ketdi, qut ketdi, xonadonga o't ketdi. Bo'ldi yetim sag'ira, yutdi zulmat jaholat. Zulmat yutgan shu bola, jigar porang o'zingning, kulfat tatgan shu bola, go'hridur ko'zingning. Go'hringni xor qilsang, izlab ortiq hashamat, topolamdu kelajak iznosini izingning. Orzuluğun idiğu tilavatkan şu bala, tonur beşi tügülüp tünevatkan şu bala. Muştek durup tığ tutup bulavatkan şu bala, tamşıp aşkan tabakını yalavatkan şu bala. Tapkanmadan balağını, şunca sarsan kığılı, çiçek pesli suğarmay, ta ki gazan kığılı. Mektep yüzü kösetmey, ya ki hayvan kığılı. Oğlunu kul, kızını, pulgı canan kığılı. Ketti kurup bir gülzar, ketti tozup ro'zg'or, ketti tozup çiçekler, boldu sersan xaruzar. Cevap bergin ey insan, cevap bergin ey vicdan. Yetimlerinin gözüdek hasretlik göz kimdi bu? Yaxshimisiz? O'zingiz yolg'izmi nima? Nega borsiz? Tozliq uyga. Bilet tekshiryotdi. Tozliq uylar hammasi etik. Nim bo'ldingiz? Men qo'rqyapman. Men bilet olmagan. Bilet olmagan? Bilet olg'idek pulim yo'q. Bo'pti, ansirmang, biletni men ip beray. Rahmat dada. Poyezddan tushib nega borsiz? G'o'ljiga. Ha, mana qarang. Men G'o'ljidan.
televiziya stansı məxsus balla programmasının muxbiri bolaman. İşkirge ögünüşkə berib qaytışım. Siz işkirge bir iş bilan barganmı? Opamni istab bargan. Opamni tapaladingizmi? Yol uzun. Siz bilan birga safarda bo'lganim bek yaxshi bo'ldi. Paranglashib mansaq yo'lning uzunligi bilinmaydi. Siz qandaq bo'lib o'zingiz yolg'iz opangizni izlab ishkirga berib qoldingiz? Opam o'zi ishlimisimi? Bir qancha yerda qatorchoy o'ynaydigan bo'lib oldi. Shundan boshlab uyimizda jidal majra, pat-pat yuzi erib turadigan bo'ldi. Bir kuni atdiganda Ha, qani, çay geldi ha. İlanla. Asta ilan. Ha, tatma ilanla ha. Ilanla bolam, ha? Ilanla. Bolam, chiroying bağın seri sağırıp ketyaptamdı nima? Jiq-jiq yigine. Mavu tunögün keştiki mantı. Ola bolam, ye. Apa. Sana şundak görünüp atkan okşayman. Hiç kandak iş yok apa. Ha? Hatırcam bol. Ha, Gülgine. İlanla. İlanla. İlan. Ha, tatın ola. İlanla. Men kuyayman balamga, balam kuya balasiga degan mushuda. Men seni yer desem, sen balangga yer da'vatsan. Konular bekor munda qiymat etkanda. Qani, o'zingmi ola? Ola, o'zingmi ye. Ola. Ha, qani ilanla. Ha, chiqroq ol ha. Men bir qo'rqinchli tush ko'ribdiman. Undaq yomon tushlarni so'zlisi bo'lmaydi, ha? Ma'qul. Oy. Bu yoqqa kelama. Soğuqçığınızı tayyorlab qo'ydim. Tushda bozordan bir narsa yeysiz. Bugun tushdan keyin cho'lponlarning uyiga choyga boraman. Bugungi choyning pulini hozir beramsiz, qanday qilsiz? Bozor bek bo'sh. Qanday qilamankin tan? Qanday qilamankin da'vatqinni? Xalqning oldida yuzimni qanmadi-ku. Oldingi choyg'imi qo'limni burnimga tiqib bordim. Ma'u 100 eshakning terisi emas. Sen nima degan bag'ras xotin, ha? Shu kunning yoqi opamning mijozi yo'q. Doktorga pul topamayapsan. Mani qara. Ajab shumpishan ekanman. Hey, tuzuk gap qiljima. Tuzuk gap qilsam qanday qilatding? Ya topgan pulingning tayini yo'q. Tutamlab pul topganlarmi seningdekar. Qo'yni zerikdim. Xalqning erlari qandaq erlarkin tang. Hey, sen mavaqo, xalqning xotinlarida tejash kerak bo'lgan bo'lsang, bu kungimi qanmaydiq. Tejashlik deb temirdan xotinasam bo'lmamdi. Men endi xalqning oldida qandaq yuzimni ko'tarib yurayman. Hey, nimaga ist? Holingga beqib ish qilmay, 3 yerdimi choy o'ynamsa, uyda onamni onadek ko'misan, ya balangni baladek ko'misan, naring xotin sening. Ha? Xotinga o'xshamayaptam deman. Undaq bo'lsa, bosh xotin al. Men kessamni bo'ldi-ku. Bularning bir kunmi o'xshamaydigan kuni yo'q. Men ketay. Qizim, undaq qilmang. Ig'ir bo'ling. Ballarni o'ylang. Undaq qilmang. Apa, men qanday qilaman? Mahalladagi xotinlarning o'shiq so'zligini silmi bilala. Hey Yaqub, sen bo'lsangmi bir yig'iz gapni oz qilib chiqib ketsang bo'lmamdi, ha? Ay, qanday qilay? Nadimmi paydo bo'ldi bu choy degan nima? Somkangni ola. Bundaq o'yini cheksiz tinglasin. Bolam, o'zi o'sha tutib meni bundaq qilmang qizim. Opa. Ma! Neymiş de bu?
odamning qadriga amdi yetdi bo'lar. Asli burilish shunday qilsang bo'ladi deydi. O'zichi odam bo'lsa qilma dedi-ki. Oldu kızım şıklı. Abam bugün kendine bile 2-3 günden git. Yenip geldim bak. Kulağının bottu. Ne bulattı? Acırışıptı. He? Acırıştı mı? Şundan oldu. İşlemegenden keyin nima qiladi uncha olacak çay oynab. Ondan oylası bulmandı. Bu bulup ballağı boladı da. Şu önce. Balların oylası çok. Abba! 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 Gittim abba! Gittim! Yakup'ka. Mavo yüzümle başlayıp da. Bakın. Bana, rahmetuka. Kızım, apınızdan haber var mı? Yok mama. Bu apınız bize. 3 ay oldu. Nelerde turup, nemişlerini kıvatı diken ta. Öynü tutmay. Hoşunlar bilen bile berip, apınızına ekiley digen. Qiyirishqandek bu məlida keyni-keydin nazir chiroq ko'payib ketdi. Patig bomisi yana bo'lmagan. Rahmatli qo'shnimiz Nurxon vafot bo'lib ketmagan bo'lsa, ikkimiz opamizning nada turayotganini izlab so'rab bo'lsinmi, tek kelibdik. Odam qiyirganda bir ishlog'i dikkida mangaydigan bilan mangamaydi ekan qizim. Dadınızın boynu qattiq. O hergiz mi bağmaydı. Beçarı nevram gülzarını behmu görüp gitti. Nim oldu kızım? Surat ramkası çekilip gitti. Nemişti bu emdi? Derhal yığıştırıp taşlayıp yitin kızım. Dikkat kılın. Aynak başıdır kolunuzu kesvetmesin yani. Baba, siz nerede? Bir şey oldu gelmediniz. Sizni ben mi sığındı? Kaça mı kilarsın baba? Kızım, əxlətlərini vaxtıda elib etdim. Əxlət bozuqda undaq uzun turub qası bulmaydı. Maqul mama. Kızım, man qarına. Ha? Siz Gulnaz'ın kız Gülgina o deymi? Ha. Ben apağızın dostu, Ürümçiden kelişim. Neç günün yağı sizni tapanmay bugün aran tapdım. Apağız hazır Ürümçide ticaret kılıvatıdı. Sizge kiyim əppəgin de pul bəgən. Apam hazır Ürümçide mi? Kaçan kiledikken? Apağızın şundaq kəgisi ba. Lekin köp pul tepip andın kemməkçi. Yürüңə. Ben sizni bazağa apırıp, apağızın degini de kiyimlerini Ben kırıp mamamga dap koyay. Menimce momağız birisi unumaydı. O apağızga öş. Kiyimlerini ip-poplu kəsiniz, ocaqda o işnim diyemeydi. Maqılamsa, maşındaq mı mağamdı? Vay, birden pul qaytip kelsiz. Maqıl. Yürü. Siz Ürümçiden keldiniz mi? He.
Av dükkan kirayli. Mavi ayaklarını qanchadan setyapsiz? 35 so'm. Eline kiyip görüp baksın. Ma somkanız qancha bo'lsa? 25 so'm. Azonroq berasiz. Unda qolsa ishqisini 40 so'm qiling. Voy, tası yaraşdı. Muşundaq kiyivelen. Qarang, toza yarashdi. Av kiyimlerini xaltaq sep berin. Ma'qul. Suratga barmı? Mening shunday chiroyli kiyimlar bilan suratga tushishim batdi. Bo'ldilar. Bo'pti, shirin. Tushirib qo'yay. Yaxshi, shunga. Yana bir pacha. Shundoq chiroyli tushdingiz. Endi ma kiyimni kiyib tushing. Ma kiyim bilanmi? Ma'qul. Mav talını çiң tutung, yutib ketmasin. Ma'qul. Men Ürümchining mashina beltini ep qo'ygan. Mashina kechikib qolmay. Vay, Gulnazma? Opam ekan? Men Gulgina bilan billa. Sen degandek, Gulginaga chiroyli kiyimlarni ep kiygizdim. Shundoq chiroyli bo'lib ketdi. Vay, chaqqaroq bo'l, moyoz qoldi. Gulginani Ürümchiga ep boramdi men. Nim deding? Momusiga o'zing deb qo'yamsan? Telefonni Gulginaga berdim. O'zing so'zlash. Opangiz kel. Voy, opamma? Voy. Ovoz yo'q-ku. Apla, men tugab demasmi? Opam nima deydi? Opangiz sizni Ürümchiga etgal, bek ko'gim keldi. 5 kun o'ynab ketsin. Men qo'shnilar orqali momusiga telefon berib qo'yman deydi. Momam bilan dadam cho'qim unimaydi. Opangiz ular qo'shnilar orqali telefon berib qo'yman dedi-ku. Xotirjam bo'ling, ha? Qachon mangmiz? Mashina mangdigan yana yarim soat qoldi. Juring, tez bo'ling. Keldingmi balam? Apa. Sodan qanda qara. Baza tazı yaxşı emas, apa. Hamma odam saychi o'p ketdi bola. Gulgina qani? Ha? Nima? U meni izlab ketganmi? O'ylanib besiq turib-o'tdi. Xeyli bo'ldi ko'rinmadi. Sening qishingga ketganchigi debdiman. Sening yaningga bormagan bo'lsa bu qiz ne ketgandi endi, ha? Anisa, men izlab baqay, apa. Kim? Men, Yakup.
Yaxshimisiz? Qanday ahvolingiz? Yaxshi. Hozir uyga kelsam, Gulgina yo'qturdi. Qachon Gulnoz ib ketdimi ekan? Qiz bola emasmi? Shunga ansirab qoldim. Berib o'qib boqay degan edim. Gulnozning nerede o'ldirganligini bilamsiz? Ha, bilaman. U inisi Akramning uyida. Akramning uyini biladigansiz? Bilaman. Rahmat. Avar qildim, ha? Yo'q, hech Xayrimiz. Xo'shamiz. Gülzar! Gülzar! Appa, dadam o'ltirib, parchig'ini chiqib etmay yana. Akram, chiqib qarab baqa. Nima deb keldikin bu timisqa? Gülgina keldimi? Gülgina bu yer nima ish qiladi? Adam bilan ajrashib ketgandan keyin yo'q bana alan deb lolmadak yurguncha nima siqsang-chi? Qanday degan gap bu? Hey! Dada! Gülgina keldimi kızım? O'zi qamag'an ekansiz bo'ldi. Akram! Gülgina uy kelmedi. Kep qolsa. Men xabar qilib et. Bir balın tüzük bakamagan adamım erdemdi. O yaramaz. Qani ama? Ha? Bo'ldi, Qani? Bo'ldi, qiziq. Uni ajrib tuzuk bir beradigan bo'lsam, qo'yita-da. Mush pastaklar uning kallimingizdan chuv. Adam bo'lib to'g'rilsam, men adam bo'lmay ketay. To'xtiqda, ey! To'xtiqda. Nima, yo'qmi? Nergimi ketgandi bu bala? Oy, apsının söğürdüğü qarab, bir nemilerdi digende qilgan. Bichara qizim, ketgandi. Yig'lama apa. Gülgina. 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 Acayip iş gördüm ben. Voy, keldinglarmi? Japotatdan kelgansizlar? Anchalar. Gulnoz qani? Ha, chiroyli qiz ekanmi? Ha, Gulnoz adam qumulga ketdi. Biz Gulginani qumulga opiradigan bo'ldik. Gulzor singlimni shu yerdami? Shundoq, opangiz bilan birga ekan. Biz sizni qumulga opiradigan bo'ldik. Siz poyezdimi o'tirib boqadigan bo'ldingiz-da? Qo'shinimiz ochganda. Qanchalik vaqti bormi? Az qoldi. Birdamda boramiz. Iching. Qiziq iching. Qani, elim. Gözüm içinde. Beşiyoruz.
Endi bir ketdi-de. Hey, to'xta. Hey. Ma'lumot ko'r baqa. Da. Apam yok mu? Apanız öyde saklavatdı. Apam neymiş Biz öygili varımız. Qandaq, apangızın çekmisiz, ha? Dede, yeni qanchalik vaqti bormi? Az qaldıq, birdən bilə varımız. Ənsirməymi? Benim balam. Apang neymiş kıvatıdı? Mana qo'shnimizning kampi zavodida ishlavatdi. Gülgine heden kemidi mi? Yo'q, adam kelmadi. Kelgina adam buraya ketganmi? Yo'q balam. Mama. Men seni bak yig'inib ketdim. Şor pişanı ballar. Ay canım balam. Hoş balam. Hoş. Krem. Oy, chaldingmi? Kira. Kira. Voy. Ha, ichiga kir. Chip o'moqkina bu. Hada, opam yo'q-ku. Apangizmi? Hozir keldi. Ay kirib o'tiribdimi? Kira. İçide birden mi oturup durma? İçide otur. O'tira. Hacap yerip ketdim. Ko'zing malto'yini jumojin ha? Bu yerda kishilar qandaqroq? Shu burunqidek. Qara, Samat, bunichi 10 ming so'mga sotib oldim. 10 ming so'mga. Bu bek chiroyli ekan. Ammo hunarni o'rganib qoladigan bo'lsa, alamat bank bo'ladi jumomush, ha? Bo'lmasmiki? Bu bek ojiz ekan. Agar yanchiqchilikni qamlashtiramsa, mal to'shishga yaraydi. Hech bo'lmaganda tansiqxonaga sotsak, managa yaraydi. Hada, opam yo'q-ku. Apam? Neredeki apkavu? Bu yerdekilerden apisi mana men. Bu yerde menden hüner öğrenisiz. Oğurluk kılısız. Yançıkçılık kılısız. İnçik kollarınız benim terbiyemde. Şundak çakkan bulup gitti ki. Kira. Keliştin mi? Bu yak kelişe. Geç ben işe. Kına. Bunu. Aramdın boğalla. Aram muşinçilik mi? Ha? Ben neyim digen? Şumanızın kan bolsa uygu kilişmedim gen mi? Nan kapı. Sen çö? Sen... Uca.
hadi. Gidelim çok. Yürü hadi. Gidelim. Abamla pek sıkınıp gittim. Ben korkuttum hadi. Korkma. Endi apa degan gapni og'zingdan chiqarg'uchi bo'lma. Bilib qo'y. Halima hadan seni bizga 50 ming qo'yib setiyotgan. Biz seni akilimiz deb necha kun avvar bo'ldik. Kira qildik. Oltindimi qimmatli vaqtimizni ajratdik. Seni bu yerga akilishga 100 ming yerdan ortiq pul qajlab ketdik. Agar sen bu pullarni bizga qaytirib bermaydigan bo'lsang, u vaqtida bu yerdan ketaman deb xom xiyol qilma. Samat akangdan yanchiqchilikni obdan o'rgan. Bu degan bir kasb, uqdingmi? Bu degan bir kasb. Agar qochaman deb yomon niyatli bo'layotgansa, bizning hamma yerda odamimiz bor. U chaqda texmi yomon oqibatga qolsa, agar gap anglamaydigan bo'lsang, sen tonsxonaga ketamiz. Aldamchi, ben ketaman. To'xta! Ketma? Ne ketsa? Ha? Bu çoğu senin halıgan çalvan kaydıgan çoğun ananı üyemez kime de koyay. He? Aldın mı? Hazırdan başlap. Senin ismin Fatime. Anladın mı? Senin ismin Fatime. Fatime! Yok, bu yer degan cimcu. Ben tug'ilganda dadam bizni tashlab ketgan. Eli qichoqir dadamni mush yerida meni oldab yetib keldi. Mening dadam bilan opam qo'jirishib ketgan. Samat degan dadamning inisining og'inisi edi. Meni akana yeniga boramiz deb oldab ketgan. Opa! Bichar qizim nelar deyirdi qapti. Ha. Bugün resmi işini başlayımız. Anladın mı Fatime? Anladım. En mühimi korkmaslık gerek. Ha? Anlaştın mı? Anladık. Ne iştin başka bilmeyen kop şey mi? Ha? Mönşe. Şu sen sıkıntı kılıkta şunu küçük kızım körü gücüme. Bırak. Koçaylı, siz Koçaylı. Nasıl kıyada? Koçaylı, Koçaylı. Ulan bizi tutulası vurdu. Koçaylı, Koçaylı.
Vay, Almuhamma. Hemen. Ha, uçarımı geçipti. Derhal poyuz istansığı var. İçeri görüşelim. Hazırlama. Ha, tez bol. Ay, to'xtanglar. Poyezd past qayerda? Men o bilmem. Pulimiz qanday qochimiz? Ey, to'xtab tur. Qancha pul kel? To'xta, qanot qo'y. Qochaylik. Yuringlar. Qochaylik. Ay, to'xtanglar. Oyada. Almuham turadi. Bu haram tamaklarını tutup aldığım bolsam, boynunu üzüp etmeye koymayayım. Biz vokzal ishga kirib olsaqli bo'ldi. Tutib olsa qanday qilamiz? Poyezdga chiqib olsaqli hech nima qilolmaydi. Mush nasbasqan joydan qutulsaqli bo'ldi. Qo'limizda pul bo'lgandan boshqa bekatdan olishib qo'ysaqli bo'ladi. Biz yandan aylanib, nashabdan otilib vokzalga kiraylik. Ma'qul. Yuringlar. Bu harmada çok olmuş etrafta. Yürü, çıkırayım. Bo'ldi. Menga vermang. Poyezd kelishini shekilli kutib turaylik. Poyezd keladi. Shundoq qilaylik. Opa! Voy! Doktor! Doktor! Bırak, yerden alıp çıkarayım. Açmakçı! Bu işe! Apa. Ben ürümcüge berip bakayım iken. Bak, balam, bak. To'xtag'lar balam.
Yeniden ayrılmagan. Oğul bala degenge pichak hemra buludu deydigan. Onu isva. Hemra buludu bala. Bağın bala. Apa. Menden hatırcam bulun. Özünüzü köprek asıram. Yaşangan çığınızda, sizge tazı esqatıdığan çağlarımda, sizge hemra bulamaydıgan buldum. Beni keçirin apa. Keçirin. Benim balam benim. İşte bu bala. Apa. Özünüzü köprek asıram. Menden hatırcam bulun apa. Gülgine çok gitti. Sen gel kumaysa yine kaçtıgan olsun sen. Kaçmayla. Azı kaçmayla. Bundan ki kaçtıgan bolsam, kögülgünü kötü. Kaçmayla. Azı kaçmayla. Kaçkan koya. Kaçmayla. Kaçaksa. Azı kaçmayla. Bakar seni. Azı kaçmayla. Semet, hazır saksıla bir kapı teşiraldı. Mal etmişim. Kırmızı tutup turandık ya. Ağa kancıkına saat ket. O yançıkçılığı yarımıdı. Mal tuşuşu yaraydı. Sen bugün yolu çıkıp 5 gün için bana gel. Kolumda hazır mal yok. Ben bugün Kayseri'den mal alayım. Aşağıdan tahmini bir tek sıkıya seni beni gel. Aka onda kıma. Cuma'ya ağzına. Aka onda kıma. Aka biz hem de koşmayımız onda kıma aka. Biz hem de koşmayımız. Sen kaç alaylığa hoştun bu? Aka onda kıma koşmayımız. Biz koşmayımız aka. Onda kıma aka. Gele. Onda kıma. Kaşkan degen mında oldu. Cuma. Geldim ama. Anneler, şimdi onu kandak kılavatçı. Solap koydum. Patrik'e geldim. 30 gram. Ötkenki karısını tutup aldı. Kağın bana. Emsime mağay. Yukarı gitmeye balanza. Sen Semet mi? Tosa! Ne kadar? Çık dur! Yaklaşma! Mağay. Senmiş öyde turuptur. Sel turup külmenge barabız. Bu da yine ondak bundak oydu bolsa. Apırıp tansıxanık seç etmen. Cıp olta. Otoman.
taşım degan çöçek esingdimi? Men hozir shu çöçekdagi ay nuriga o'xshab qoldim. Ay nuri taş ichida bo'lsa, men hozir qafas ichida. Yeriling taş, yeriling taş, men apamni ko'rib olay, didoriga qinib olay. Yeriling taş, yeriling taş, men apamni ko'rib olay. Yeriling taş, yeriling taş, men apamni ko'rib olay. Didoriga qinib olay. Didoriga qinib olay. Kira. Ha. Sen mi tutulup sende? Senin iğir emas to? Tutulğunum go iğir emas. Amma ze. Ne boldu ya? Eliq işkişimni sulap koygan digine. Mana bugün 5 gündün açtı. Bu çaq ülap kalması meyildi go. Neyim ha? Ne solap koyga? Vay öygü olmam da. Bildingmi? Biz senin keyningga tushkili. Kim bo'lgan? Agar yana yolg'on so'zilsang, o chaqda o'zing bil. Ben gunoyimni yuyish badaliga sizlarga yangi bir ahvolni day. Samatning uyida Pek için işlek. Hozircha jasadlarni jasad saqlash uyiga yo'tkavyapmiz. Uning bir ayol sherigi bormi ekan? Chechi seriq, budrachash, bo'yi 1 metr 70 atrofida. Bildim. Voy, ko'nminglik soqchilardan qechib biyak oran kelsak, endi bu yerdan doktor soqchi mashinalar yig'ib ketibdi-ku. Hey, Samatga bir ish bo'lganmi deya, jura, berib qarab boqaylik. Bildim, ko'rib qolsa qo'lga olamiz. Mavi uyga ikki bolani solab qo'ygan o'xshaydi. Bildim. Ular ochlikdan usuzlikdan ichin chiqdi. Telefonni qo'yib. To'xta! Naqatda! Yuvash bo'l. Ma! Odamni xudo tutib qoldinglar. Og'zingni yo'q. Men nima gunoh qilgan? Ma! Shunday qilib, men Tamarning jiddiylashgan fursatidan foydalanib qechib bu poyezdga chiqib oldim. Bechora momam, dadamlar meni istab nim bo'lib ketganlar. Bir qancha kun bo'ldi. Hech xabar yo'q. Pulmi oz qoldi. Endi qaytmasam, pulmi tugaydigan o'xshaydi.
geldi mışırdıgan siz kızım. Ay kızım. Gulcu'nun hazır mağıdığan maşinası var mı? Bah, Әмісі ішкіні берің. 14-15 orun. Машина маңыдығанға қанчылық вақыт бар? Maşin mağdağın 10 minut kaldı. Ben. Olcu'nun aldırı mağdırgan maşinesi var mı? Bah. Ben 16 orunun tezrak bolum. Rahmet. Ay, Gulcu'ға маңыдыған машин мұш шуды. Ha çıkala. Ha işini görün şu. Muşu maşin miken? Beltinizni gör bakar. Ha, mavi maşını ikiye. Muş başına. Ha, bakın. Ha çıkın. Oğlum. Geldin mi? Belki ne kıyım bana. Bugün top doğru çıkan şigrimi gün boldu bala. O hayat mıdır? Kızım, neredesiniz kızım? Hayat mısınız? Ay becer kızım. Oy, Gülgine, ne buldunuz? Bir yeriniz ağrıp atamda? Turun. Istamıyorum. Doktor, nemi kesilgan? Bu qizning hozirgi ahvoli ancha yaxshi emas. Chiroyi tatirib ketibdi. Balkim badani bek ojizlab ketgachga kamqonliq kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Atla, men o qizning uyining qozonchida ekanligini bilman, lekin ota-onasining ismining nima ekanligini bilmayman. Siz bu qizning hadis emaskan-sizda? Yo'q, hadis emas. Endi bu qizning ota-onasini tepkinan bu qiz balnisni tetib davolamasiz bo'lmaydi. Amal qilay. Shunday qiling. Yaxshimisiz? Singlim, ahvolingiz qandayroq? Meni bek ansiratdingiz. O'shingizga kelib bek yaxshi bo'ldi. Xeyli yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi bo'lib qoldim. Uyimizdagilarga xabar qila oldingizmi? Yo'q. Uyingizdagilarning ismini bilmagachga xabar qilamadik. Men cho'qim xabar qilaman. Xotirjam bo'ling. Teşikma. Yaqub kamlarning uyi mush atrofdami? Ha, mushu shu. Uyda odam yo'qmikin? Momay boy chiqib ketayotgan. Ha, nalarga bora bilasizmi? Suratxonaga boramikin?
kechki tush yerda yurdi-ku, o momay. Ha, shu. Rahmat sizlarga. Rahmat. Aytmaydi. Yaxshimsiz. Mushaga doim bir momay keladi. O momay kunni mushak keladi. O momay bu yerda nima ish qiladi? Bilmayman. U bu suratlarga qarabla bir nimalarni deydi-ku. Bu qiz hozir doktorxonada. Suratni men olib bersam bo'lamdi. Bo'ladi. Men sizni taniyman. Siz televiziya stansiyasida ishlaysiz-ku? Rahmat sizga. Arzimaydi. Kızımın sırtkını. Sırap yok. İş bu. Kızım bu yerdeki sırap yok. Hozir tehi qiz aytdi. Ay kız! To'xtang! To'xtang! Yaqubkanmisiz? Tinchlikmi? Ha? Siz meni tanimaysiz. Men Gulginaning qishidan keldim. Nima? Nima dedingiz? Gulgina hozir doktorxonada. Sizga xabar etib keldim. Xotirka, men narsalar sizga qoldi. Xotirjam meni yuvafka. Kes. Yur. Benim balam. Seni ahırı tanıttım. Beni geçirgin balam. Beni geçirgin balam. Sana yaş karayamadım. Nerelerde yurdun kızım. Seni pek sevindim kızım. Etkine kızım seni. Kimler boza kıldı? Etkine kızım. Yig'lama dada. Momam, opam, singlimchi. Momam senin derdinde ko'p so'zlaydigan bo'lib qoldi, kızım. Balam, ben berip momağına başlap geley. Momağın seni körsün pek hoşal buludu. Ukam Yakup. Qadirka. Hozir yenimga qatnashdiki Ahmet kaptiki. Onun deyishcha, bayam av do'qmishdiki suratxonning oldida
ananı maşını soğuk etipti. Nime? Bekmi azap ketme uka. Hazır ananı doktorxanada deydi. Nerede? Qaysi doktorxan diken? Çoğun doktorxan diken. Doktor, apam qandağıрақ. Hayati qutulib qoldi. Lekin mangisi ig'ir zaxmlangachga bundan keyin gap qilmasligi, hatto menga gap qilmasligi mumkin. Endi kirsangiz bo'ladi. Nime deydiğansız? Apa. Apa. Apa, sana neyim oldu? Gülgene tetildi apa. Gülgene tetildi. Gülgene tetildi apa. Gülgene tetildi. Gülgene geldi. Sana neyim oldu? Gülgene'ni endi tapsam sana neyim oldu apa. Gülgene'ni endi tapsam sana neyim oldu apa. Sen eve? Meni chaqiryapsiz? Ha. Meni tanıdınız mı? Yo'q. Meni tanımayotgamsiz. Men sizni kichik vaqtingizda ish qilib boqqan. O'chaq siz pek o'maqdingiz. Men sizni rostda Balkim tanımadim. tanımaganingizmi to'g'ri? Chunki o'chaq siz bir yoshga kirgan edingiz. Men opangizning yaqin do'sti. Opamni? Shundoq. Dadangiz opangiz uydan chiqib ketgandan keyin opangiz bizni uyda turyapti. Opamni bek sevgindim. Hada meni opamni qishiga opiring. Bo'ladi. Opangiz nomi sizni bek ko'ngis kelib ketibdi. Ha, qizim qandağıрақ, ha? Yaxshi bo'lib qoldim. Dada, momam qandag'roq meni yeniga kirgina. Xeyli yaxshi bo'lib qolgandek tursiz. Amisa, yuring qizim. Bugun momongizni siz ko'stay, ha? Aldirmay. Ha? Yuring.
Qizingizbek ajizlab ketibdi. Shunga cho'ng tekshirish qilmasak bo'lmaydi. Tezdan pul akiling. Doktor. Qara, qizimni izlashga jiq pul ketdi. Qachongacha akasam bo'ladi? Qancha tez o'tsa shuncha yaxshi. Ma'qul. Amalni qilay. Ma'qul. Qandaqroq tursiz qizim? Xeyli yaxshi dada, biroq faqat mag'durim yo'q. Xotirjam bo'ling qizim. Yaxshi bo'lib ketasiz. Obdan aramila. Ochka. Qizim doktorxonada edi. Qo'lim sal qisqib qoldi. Xafa bo'lmay, ozroq pul berib tursam. Asli o berib tursam bo'ladi, biroq o'zingmi berasan. Hozir ovqatning tayin yo'q. Shunga xafa bo'lma. Ochka. Ma'qul. Men mangay. Xo'sh. Ma'qul. Uyga kirib mangmamsan. Adash. Qizim doktorxonaga kirib qolgan edi. Qo'lim sal qisqib qoldi. Shunga sendan pul so'rab kelgan edim. Abla, bayli qo'limda bor pulga mal ilib ketibman emasmi? 3 soat burun kelgan bo'lsang-ku, shu chaqda pul batdi. Bo'pti adash. Seni xijil qilmay. Ma'qul. Sat bo'ldi, ha? Xo'sh. 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 Hey, nima deyapsan? Faqat o'zinglar balani qutqiza olaysan. Nima? Men qanday qutqiza olayman? Men o'xshash teningdagi ash eg'vatgan issiqqinini setish orqali qizingni qutqiza olaysan. Nima? Qon sotaman. Shundaqmi?
Yo'qol! Yo'qol! Qon sotsa. Menga o'xshash qon sotsa. Menga o'xshash qon sotsa. Yo'q. Yo'q! Men undaq qilolmayman. Bu nima ko'gilgandi? Qizingizning holi bakli xatarlik. Qancha tez pul topsangiz shuncha yaxshi. Qizingizning ahvoli xatarlik. Tez amal qiling. Men qon sotay. Men qon sotay. Men qon sotay. Men qon sotay endi. Qon sotay. Vasilikovning bolasi Yoqubcho qon sotadigan lavlar o'tirganda qon sotadigan. Shu emasmi? Yaqubkan. Mehkile. Mehke. Sana deydigan bir gap bor. Anglasam, seni haqla qon sotadiganlar bilan billa qon setibotidi deydi. Bu gap rostmi? Qarovka. Sening dadan qon sotmagan. Ajdoding qon sotmagan. Qon sotqanlik, jon sotqanlik bilan barobar. Buni sen tushunamsan. Biz azaldan bundoq pastkash ishni qilmagan. Qodirga bo'ldi gap qilma. Jon chiqib ketsa-mu, bundoq ishni qilmasang bo'lmamdi. Qodirga bo'ldi gap qilma. Maqra. Har qancha bo'lsa-mu, qon sotadigan ishni qilma. Ma'u mening ozroq ko'nglim. El yurt yana qarab turmas. Endi undaq ishni qilma Afgan. Qon sotqanlik, jon sotqanlik bilan barobar. Qodirga bo'ldi. Ma'qul Afgan. Men yana kelaman. Yaxshimisiz? Qandaqroq? Xeyli yaxshi. Olmasam Yoqubkam doktorxonaga pul tepib bermay qon setib o'tibdi. Nima? Nima deydigansiz? Keldingizmi singlim? Apam tamoq yedimi? Boyaqda yedi.
Apa. perişan, rengimde çıla yok, putumda derman. Ana doktorxana manı menzilga, amalım yok kan saatime. Doktorxana manı menzilga, amalım yok kan saatime. Gazapli qaraydı manga adamlar, nefretli qaraydı hatta yer jahan. Hiç kimge yamanlık kılmadım fakat, amalım yok kan saatime. Vatan satmadım veya vicdan, sakta ahlakını kılmadım kalkan, sakta ahlakını kılmadım kalkan. Amalım yok kan saatime.
bilmem. Keling. Qizingizning davolanish puli tugabdi. Amal qilib pul topshirmasangiz bo'lmaydi. Ma'qul. Ben amal qilay. Ma'qul. Doktor, ben yana azroq qon beray degan. Yo'q, endi qon bersangiz qat'iy bo'lmaydi. Hayotingizga xavf yetadi. Elimiz sizdan ko'p qon ep ketdik. Doktor, unda qilmoq. Bu eng oxirgisi bo'lib qolsin. Faqat 200 gram bo'lsa-mu olsangiz. Bo'lmaydi. Kechirsiz. Yaqubqa. Tinchlikmi? Sizni aram topdim. Gulginani qutqizaman deb topgan javr jafolaringizni angladik. Televiziya stansiyasidagi barliq xodimlar hozircha bu 3000 yuanni sizga olib berishini aytgan edi. Qani, eling. Yuring, bo'ldi, qon sotma. Yuring. Yuring. Arzigal adam keldi, dada. Qani o'tiring. Arzigal aka. Bugun mana shunday yaxshi bo'lib qolibsiz. Endi ro'yingizni ustin tutingizmi? O'tib ketgan burunqi ishlar ish bo'lib qolsin xolos. Mening mashinchilik bo'lishimga siz ko'p yordam qildingiz. Rahmat, dada. Arzimaydi. Doktor Gulginani ati chiqsa bo'ladi deydi. Siz ko'p jafo chekdingiz, dada. Dada, opam singlimdan xabar bormi? Ularni uyga ekvasak bo'ladi, dada. Men sizga aytgandek, biz bir suhbat programmasi uyushtirmoqchi. U programmaga maktablardagi ota-onasi ajrashib ketgan savoldoshlarimiz, shundaqli ularning ota-onalari, hatto dadangizmi qatnashadi. Men amal va opangizni tepib bu programma qatnashtirman. Siz bu qitimli programmaning suhbat ishtirokchisi. Vah, qizim televizorda chiqib, endi cho'lpon bo'ladi ekan-da, ha? Men shundaq bir kunning kelishini bakmi umid qilardim. Bo'libmi bolalarni tirik yetim qilib ajrashib ketgan ota-onalarning bolalarining qalb jarohati bo'lgan yurak sadosini anglab yiqishni bakmi umid qilardim. Kishilik jamiyatda ota-ona bilan farzand munosabatidagi yaqin mehr muhabbat bo'lmaydi. Qaysi bir olim o'z kitobida mundaq deb yozib ekan: farzand bu dunyoga ko'z ochgan kundan boshlabla, ya'ni sizlar mehribon ota-onalar farzand uchun yashashga boshlaysizlar. Lekin hozir jamiyatimizda bir qism ota-onalar kichkina ishlarda jidallashadigan, hadislar farzandlarini unutib yomon tillar bilan tillashadigan. Hatto yo'q ishlarni bahona qilib, ajrashib bolalarini tirik yetim qiladigan ahvollar kun sayin ko'payib ketib boradi. Qisman ota-onalarga nisbatan ajrashib ketish odatdagi ish bo'lib qolgan bilan, lekin bu farzandlarga qanday yomon oqibatlarni olib keladi. Qiynansa, biz bugungi bu sahifamizning ishtirokchisi Gulginaning bu haqdagi yurak so'zlarini anglab baqsak. Yaxshimisiz? Siz o'zingizning ahvoli to'g'risida qisqa so'zlab beramsiz? Bo'ladi. Men bu bugungi faoliyatga qatnashayotgan, ota-onasi ajrashib ketgan bolalarning birisi. Apa? Televizorda haber chiqdi. Dadam bilan opamla ajrashib ketgan kuni bek azoblangandim. Men saroy uyga kirib, xiylig'icha uy selib yig'ladim. Ba'zi kunlari xiyolimga agar ular inoq o'tgan bo'lsa nima degan yaxshi bo'ladi deb o'ylaydim. Dadam bilan opam ajrashib ketgandan keyin o'zimni dunyoda ortiqcha odam deb o'ylaydigan bo'lib qoldim. Ota-onangizning ajrashib ketishi sizning ayni vaqtdagi o'ginishingizga ta'sir yetkazganmi? Ta'sir yetkazgan.
Bolupmu apam singlimni ko'rmaslikim, ularga bo'lgan sevginishim narsalab oshirib etdi. Ba'zi kunlari maktabga ketib berib, ota-onalar bilan xushal ketib olgan ba'zi baxtli bolalarni ko'rganimda, shu kunki dars kallamga singlim opamni o'ylash bilan kirmaydi. Hatto dars vaqtida yig'lab ketardim. Kechalari uyqum kelmaydi. Hayatыңызda siz eng arzu qiladigan ishingiz nima? Qaysi kuni eng xushal bo'lgan? Dadam g'amkin parishon ko'nglimni xush qilish uchun mendan yoshirin uyni chiroyli bezab, mening chiqqida do'stlarimni chaqirib, men eng yaxshi ko'radigan seriq purchaq aralashtirilgan qo'rimalarni qo'rib, hatto texi Gulgina tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin degan xat yozilgan tortni tuzgan saroy uyiga boshlab kirish bo'ldi. Men bu kunning o'zimning 12 yoshga kirgan qutlug' tug'ilgan kunim ekanligini shu an esim. Tunji tug'ilgan kun faoliyatimning bunchalik dag'dug'iliq o'rinlashtirganini ko'rib, shunchalik xushal bo'ldim. Gulgina, anglasak siz shu kuni xushal holda tug'ilgan kuningizni o'tkazayotgan bo'lsingizmi, yoshirincha yig'lab ekansiz. Bu rasmi shod-xuram o'ltirganimda, tuyuqsiz ko'nglimning bir yerida bir narsa kimdak, muhim bir narsani yutirib qo'ygandek his qilgan edim. Shu vaqtda beshimni ko'tarib atrofimga qarab, men uchun eng muhim bo'lgan odamimning yo'qligini shu vaqtda sezdim. Ixtiyorsiz yotoq uyimga kirib, opamning suratiga qaradim. Suratga opam menga qarab turgandek. Opam menga qarab, "Qizim, tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin" deyotgandek bilinib ketdi. Men shu vaqtda o'zimni tuta olmay yig'lab ketdim. Agar shu chaqda opangiz tuyuqsiz eshikni ochib kirib kelgan bo'lsa, siz qanday qilardingiz? Agar shu chaqda opam uyga eshikni ochib kirgan bo'lsa, men barliq kuchim bilan "Opa!" deb vaqirib, opamga o'zimni otgan bo'lardim. "Opa, jinim opa, sen meni tashlab ketmagin" deb opamga eslab olgan bo'ladi. Gulgina, anglasak sizni yovuz odam bedeklar aldab ishkiri o'lkalarga opirib o'g'irlik qilmoqchi bo'pti ekan. Shu chaqdagi ahvolingiz qanday edi? Qisqacha so'zlab taqan bo'lsangiz. Men o chaqdagi har bir kunimni mudihish qarquyin ichida qolgandek his qilaman. U bir tush, rahimsiz tush. Men mushu kichikgina umrimda ko'rgan eng qo'rqinchli tush. Yig'inchoqlaganda mening shu chaqdagi ovozarim topdan ayrilgan qushning shivirg'anlik kechidagi ichinishli nolasiga o'xshab qolgan edi. Qadrlik ota-onalar, darvaqa hech qaysinglar o'z farzandinglarning aqlsiz, yaramsiz, nodon, elga ofat odam bo'lib chiqishni xohlamaysizlar. Balki vatan xalqning umidini oqlay oladigan, elning manfaati uchun o'z jinini fido qila oladigan, bilim va aqliy qobiliyat bilan boshqalarning olqishiga sazovor bo'ladigan farzandlarning yetishib chiqishi uchun kech-kunduz qilisizlar. Afsus, bundaq ulug' arzu tilaklar bilanla ularning beshiga baxt qush qo'nmaydiganligini ko'rsizlar. Qiynamsi biz tavanda o'tirgan saboqdoshlarning o'z ko'z qarashini anglab baqaylik. Biz ota-onasi ajrashib ketgan barliq bolalar o'z qalb so'zlarimizni bu yerda aytyapmiz. Mening bugun mush televiziya ekrani orqali dadamga deydig'ini. Dada, siz bizni opamga tashlab qo'yib ketgandan buyon, opam bir ayol turib o'zining yoshlik hayotini qurbon qilib, kech-kunduz jafoliq ishlab komishkimizni beqib kelyotdi. Mush munosabat bilan barliq kiyimchan, mehribon onalarga rahmat aytaman. Hamda dadamdek barliq dadalarga o'zinglarning bolasini o'zinglar qatoriga qo'shinglar. Ularni jamiyatga shu qilib qo'ymanglar. Ularning parlaq a'zosi uchun o'zinglarning xo'jaligini qurbon qilsanglarmi arziydi deb qarayman. Chunki ularni sizlar bu dunyoga ko'z ochtirgan. Rahmat. Bugungi bu faoliyat menga nisbatan nihoyat qattiq ta'sir qildi. Hozir bir qizim bilan turyapman. Ikki qizimni 6 oy bo'ldi ko'rmadim. Shu qizlarimni ko'rgim kelgan vaqtda
ağzımni yıqaman. Lekin üç balaning o'ti boshqa bo'ladi ekan. Mehri bir-biriga o'xshamaydi ekan. Mening deydiganim, ota-onalar har qancha ish bo'lsa-mu, bolalar uchun ajrashadigan ishni qilmasa. Mening dadam opamni ajrashib ketgan. Opamni ko'migili 1 yil bo'ldi. Opamni pek ko'ygim keldi. Ben ata-onalarning ajrashmasligini umid qilaman. Anlasak siz naqshinimi nayt yaxshi aytadi ekansiz. Ko'pchilikka o'zingiz eng yaxshi ko'radigan naqshidan birini aytib bermamsiz? Bolada men o'zim eng yaxshi ko'radigan ajrashmanlar ata-onalar degan naqshini aytib beray. Gülgene, sizning oxirida ko'pchilikka deydigan yana qanday yurak so'zingiz bor? Men uchun eng
qadrlik bo'lgan suyumlik ota-onalar. Sizlar shu kichikgina ishni debla bir-biringlar bilan hargizmi urushmanglar. Hargizmi shu sabiy bolalarni tirik yetim qilmanglar. Ularning kelgusini o'ylab qo'yinglar. Ularning kech kunda sizlarni, ya'ni sizlardek suyumli ota-onalarni o'ylaydiganligini esinglarda chin tutinglar. Biz uchun eng muhim, eng qadrdon bo'lgan mehribon ota-onalar. Sizlar hargizmi bir-biringlar bilan ajrashib ketmanglar. Bo'lmasa yomon niyatli yolg'iz odam bedaklari bolalaringlarni aldab setib yetadi. Ularni qon yig'latadi. Mening yuragimdan chiqqan shu so'zlar sizlarning aziz farzandlaringlarning yuragidan chiqqan so'zlardir. Men shu munosabat bilan yana bugungi faoliyatga kelmagan mehribon opamni shundoq degim kelyapti. Qadrli opa, siz ukamni ham meni o'ylab qo'ying. Illiq oilangizni o'ylab qo'ying. Opa. Arzgul, men sizga bir xush xabar yetkazay. Qanday xush xabar? Heliqi Gulginani aldab setayotgan odam bediki, bugun yana bir qizni aldab manganda qatnashning oldida qo'lga tushibdi. U o'zining barliq qilmish atmishlarini iqror qildi. Siz endi operatorni boshlab, shu odam bedikini ziyorat qiling. Butun shahar xalqi uni ko'rsin. Ma'qul. Nim degan yaxshi. Rahmat sizga. Rahmat. Arqqa yuring. Mayk yaxshi sezildim. Hammamiz ta'sirlanib, yig'lab ketdik. Shunday bo'lmasa sadash. Xo'sh. Gülgina. Opa. Gülgina. Ada. Opa. Opa. Kızım Gülgina. Opa. Bicar kızım. Ben seni o zaman annemi gördüm. Ben hata kızım, ben kızım. Bicar kızım. Benim kızım. Ben hata kızım. Opa. Babam katladı. Babam neyim oldu? Momam. Balası itip kaldı. Neymişke? Maşını uğrunaydı. Ha? Yürü. Biz kesin ona yinıq baraylı. Ma'qul. Samat Sulaymon ballarni aldab setish, o'g'irlik qilish, zahar atkazchiligi qilish, qasddan qotillik qilish jinoyati bilan siyosiy huquqidan umrvoyat mahrum qilinib, o'lim jazosiga hukm qilindi. Halima Almahallamo ballarni aldab setish, o'g'irlik qilish, atkazchilik qilmishlari bilan shug'ullang'ishqa ayrim holda muddatsiz qamoq jazosi va muddatlik 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Olim bilan Baratning turishlik o'rni hamda ota-onasining adresi aniq bo'lmag'achqa, bu bolalarning oxiratlik dafni ishlarini shu yerlik xalq ishlar idorasi o'z ustiga elib o'rinlashtirdi. Degan yerim avliyo ayollar muham yerim dunyo inom oila jannat bir güzel aşo jannatda farzand tutiya ajrashmoqlar